Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qarindoshlar. Balla kirsa inşallah başlaymiz. Tamam, ikki qarindoshimiz kiribdi. Assalomu alaykum Zafar qarindoshim, Savut Fadila qarindoshim, Dilyar Abdurahim qarindoshim. Tamam, hamsa men boshlayveray. Jiq vaqtinglarni olmay qarindoshlar. Hammalar ayon shu Xalmurat Harry Uyg'ur qarindoshimizning nimasi bilan Metu Uyg'ur, Manmu Uyg'ur degan shu hisoblab kelsangiz 11 harf. Shu 11 harf dunyoga hozir zilzil keltiryapti. Xitoydan javob qilyapti. Men hozir bir cho'ng bir kanaldan inshaalloh men nimsini avasa men sizlarda paylaşaman. Yana bir qitim shu hashtag yuzidan shu dadamning davosini, qarindoshlarimiz davosini qilyapmiz. Tüyünkü nimini ammanla TRT'den köydüңlar. İnşallah devam qilamiz. Qarindoshlar buni sal ko'manglar. Jiq bo'lsa 20-30 sekundlik videoni chiqarishinglar kerak. Bu boshqa qilayotgan faoliyatlarimizga qarshi bir nima emas. Boshqalar A tarafdan olsa biz bundoq tarafdan uramiz. Mening fikrim bo'lsa, bu boshda bu Abdurahim Xeyit akimizning chiqargan fake news ölüm to'g'risida xabarda Xitoylar o'zi chiqadi. O'zlari chiqarib, biz bu xabarni biz yedik. Türk medyası yedi. Aqida 24 saatdan keyin hayat olduğuna dair bir video chiqaribdi. Ularning maqsadi nima? Ya'ni Uyg'urlar mushtaq yag'an xabarni chiqarib qo'yibdi. Biz boshqa davatgan Uyg'urlarni cho'shqa yig'izotimiz. Bular hem ayollarımıza tecavüz qilib mecburen to'y qilib, ya'ni bu Uyg'urlarga tamamen ishonmanglar deb qilayotgan nima? Shu Xalmurat endi Xitoy planlagan bo'lsa, kafir planlagan bo'lsa, Alloh eng yaxshi planlaguchidir va alhamdulillah deyman, bu kampaniya yaxshi menyapti. Ve şu hashtag meselesi kelgen çağda bazen qarindoshimiz bilmay qoldi. Tünügün Kuzat Altay qarindoshimiz ve Xalmurat Harry qarindoshimiz yaxshi tushundirdi. Yani cho'qim boshqa hashtag qo'yman degan taqdirdimi? Masalan, ben de Uyg'urim, Free Sharq Turkiston, Free Adil Mijda qo'ysanglar bo'ladi, lekin cho'qim men me too Uyg'ur yoki bo'lmasa menmu Uyg'ur deb qo'ymasanglar, sizlarning videoringlar yutib ketadi. Ya'ni bu g'arib dünya ko'ramaydi buni. Gerçi başka tillarda, başka nimelerle gap qilgan taqdirdimi, shu Meet Uyg'ur hammasi yig'ilib kelib, Twitter deymiz, Instagram deymiz, Facebook deymiz, bu videolar nereden kelyapti deb ve bu yerda Yevropa g'arbdagi qarindoshlarga chaqiriq qilman. Asosiyatdan burun o'tgan yildagi qilgan ilk guvohlik videolarni jiqlari Turkiyadan chiqdi. Son jihatdan. Hem de Türkiye'de asas ve çıkarını Türkiye vatandaşlar ve hala Xitoy vatandaşı bo'lgan Uyg'ur qarindoshlarimiz. Millet bunun gibini xato tushunib qolmasin, ama biri Yevropa vatandaşı, Angliya vatandaşı, Amerika vatandaşı, Kanada vatandaşı, yoki Avstriya garajdoni bir guvohlik video chiqarsa, u balkim Turkiyada chiqargan yoki bo'lmasa Central Asia, O'rta Osiyodagi chiqargan videolardan necha hassa kuchli bo'ldi. Neden? Çünkü bu devletler için siz şu çoğun garibi devletinin puhrasını çekildiniz ve bu bir nime meselesi bu. Bu bir gurur meselesi. Tamam. Emdi bu nime çıkıp kaldı. Bu Abdurahim Xeyit'nin Proof of Life, yani hayat olduğuna dair bir video çıkıp kaldı. Normalde qarindoshlar bu tarz videolar ben ülkemde 3 gün altıda Facebook sayfası paylaşkandek ve nim paylaştım. Bir tane İsrailiye Siyonist askeri Filistinliklar tutuvatken 10 gün altıda ve normalde Filistinliklar tutkan bolsa Filistinlik hükümeti muşu bir dal İsrail askerini 100 yoki 200 özünün Filistinlik qarindoshini tegishtirib oldi. Bu adamның rasmiy hayat mı değil mi? Emas mı bunu ispatlash için hem özünü hem de bunda gizitni, şu günkü gizitni bunda tutup bugün palancayının palanç küne men hayatman, meni tegishtirsan buldu deb chiqargan nima. Endi bu video jami bu
Nama'lum bizga bu siyosetni o'yini bizmi kirmaymiz. Ayna toza yaxshi miyatdir ve lütfen jih ish ketmaydi. Qo'limizda aqlli bir telefon bor. Bu Xitoyning o'yini u bu yana boshqa qilayotgan xizmatlarimizni buzdi demay, boshqa qarindoshlar u xizmatlarni qilaversin, bizning xizmatimizni qitilsin, bizim ularniki qitilaydi. Yani her tarafdan nim qilaylik. Namoyish qilganlar namoyish qilsin, gaplaydiganlar gap qilsin, cho'ng muxbirlar bilan nim qilsin degandek, mushu hashtag yuzidan qarindoshlar qaytada 11 tane harf bilan namuna bilan ko'rishib, dardimizni anlatyapmiz. İnşallah chet elliklar ham qaytyapti, o'zinglar ko'ryapsizlar. Ve lütfen hashtag me too Uyghur boşluk yok asla. Boşluk koymanglar. Boşluk koyup kalsanglar fakat hashtag me bo'lib qoldi, men bo'lib qoldi ve o hiçbir paydaga ega bo'lmaydi. Sizning videolarınız, rasmingiz fuchib yuridi, yig'ib niqil bo'lmaydi bu yerda. Shuningga degan gapim shu qarindoshlar. Ovozim yaxshi chiqyaptimi? Tamam. Mushtarishlarni qilyapmiz qarindoshlar. Cho'ng bir ish qilmadik. Dada, biz cho'ng bir ish qilamidik. Qo'limizni mush ishkilga inshaalloh rozi bo'lgin. Duo qilinglar qarindoshlar. Dadam qilaman emas. Bütün şöyle qarindoshlar duo qilishini umid qilma. Allohdan kutaylik. Bu qarindoshlar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.